Qora Gentra izlaganlar bo'lsa, mana ko'rsatib ketamiz. O'zida lastiklarni ham qo'shib ketamiz. Tuning qilingan variant ekan. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va bizni ekran orqali tomosha qilayotgan muxlislar. Bugun 28-sentyabr sanasi bilan Dino mashina bozorida narxlarni ko'rsatamiz. Videoda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va sotmoqchi olmoqchi bo'lsangiz Telegram orqali bog'lansangiz bo'ladi. Qani unda biz boshladik. Qani boshladik. Cobalt va Gentralarda 2014-yil metan bosilgan galobkasi ochilmabdi mashinani. 175 ming yurgan edikmi? 175 ming. 175 ming. Kraskasi toza, balonlar yaxshi holatda. Charchab qolmagan. 175 ming 889 mana ko'rish mumkin. Mexanika. Holatlari saloni yaxshi. Bitta orqadan ham aylantirib ko'rsatamiz va video davomida bizni kanalimizda ekran orqali podдержка qilib, ya'ni qo'llab qo'yaverasizlar. Nima qildi? Necha pul aytyapsiz? 115. 115 million aytilayotgan baho. Necha pul savdosi bo'ldi bunga? 105 million. 105 savdosi bo'libdi. Variant barter guling bormi? Yo'q, yetmay qolsa 1 oy yarmi qarab turishimiz mumkin. Yetmaganiga. Telefon nomer? 94lik 94 731 731 0405. 0405 ga aloqaga chiqaveramiz. Dinodan. Xo'p, shu joyda o'zida lastiklarni ham qo'shib ketamiz. Tuning qilingan variant ekan. 2005-yil 1.6 motor, 1.8. 1.8 ligida metan bosilgan motor hadovoylar shu yo'qmi? Ideal holatda ekan. Kraska toza. Petnalar bor. Tepada luki bor. Necha yurgan? 5 kun yurgan, rollar almashgan. Holatlar yomon emas saloni. Metan propan. Metan bosilgan, 222 fara qo'yilgan. Necha pul aytamiz endi? 75 deyapmiz, Naqd bo'lsa 70 bo'lsa bitadigan joyi deyapti. Telefon raqam 94 712 8108 ga aloqaga chiqamiz. Variant barter. Variant 2000 lar bilan variantga bosamizmi? 2000. 4000 lar bo'lsa variantga bosamiz deyapti. Telefon raqam 50 721 81 85. Manzil qayer? Oltinsoydan. Bitta yon tomonni ham ko'rsatib qo'yamiz, udarlari yo'q ekan. 2017 da Gentra izlaganlarga ko'rsatib ketamiz. Mana metan bosilgan motor hadovoy korobka ideal holatda ekan. Kraskasi nima dedingiz? Bitta kirlarda, bitta detalda kraskasi bor. Balonlar yumshoqdan bosilgan, o'rtacha holatda. Ichki holatga o'tadigan bo'lsak, chexol polik linoleumdan qilingan. Salonni ko'rib turganimizdek, qancha yurgan bu? Aka, bitta nomer aytamiz. necha yurgan? Qaysi bumi? Bu nechisi bu? 300. Xo'p, video davomida bizni kuzatib boring va har hafta Dino mashina bozoridan videolarni ko'rib boring. 237 ming yurgan. Necha pul bo'lyapti bahosi? Buni aka 110 deyapmiz. 110 million. O'riladi. 100x bo'lsa baraka bormi? Naqdi bo'lsa barakasi. Naqdi bo'lsa 100x barakasi bor. Xo'p, qo'shimcha biron narsa qilinganmi yana ichkarida? Diska avtomat qo'yilgan. Diska avtomat qo'yilgan. Endi o'ziga yarasha nimasi bor? Bitta chexol poliga boshqa qo'shimcha. Variant ham bormi? Varianti yo'q ekan. Barter? Barter Gentra Cobalt nechun bo'laveradi? Gentra Cobalt baland bo'lsa ham ketaveradi. Telefon raqam 90lik 248 298 48 248 55 58. 55-58 ga chiqaramiz. Bu Gentrani nima aytib Buni yili necha Gentra? Necha ekan bu? Motor ishlashlarini qarang qanday toza. Metan bosilgan. Yili Buni yil necha deb ekan buni? 19. 2019 Gentra. Kraska holat
Tomon krelosida bitta yana to'rtinchisi bor. Yo'q desa ham bo'ladi. U mayligina bo'ladi. Bitta mayda petnasi bor deyapti, boshqasi toza. Necha yurgan ekan endi bu? U 118 ming. 118 ming. Mashinani ko'rib turibsizki, ichki holatlarini. Narxi Buni 125 aytyapmiz. Buni ham kelishtirib beramiz. 125 kelishadigan joyi bor. 115 tekis bo'lsa ketdimi? Yo'q, 115. Necha Kelishtirib, telefon qilsa kelishamiz. Variant barter? Variant barteri bor. Varianti yo'q, barteri bor. Barteri bor ekan. Telefon raqam 90lik 90 248 248 55 55-58 ga aloqaga chiqaramiz. 2017 qora Gentra izlaganlar bo'lsa, mana ko'rsatib ketamiz. Propan yo benzin dozdami? Propanda ekan mashina, motor ходовой, korobkalar ochilmagan, ish yo'q. Kraska petno bor ekan, balon diski, xo'p, yumshoq balon taqilgan. Ichki holatga o'tadigan bo'lsak, tonirovka bor, Malibu rollar qo'yilgan. Ichki holatlari ideal holatda, monitor bor. Necha pul bo'lyapti bahosi endi buni? 125 million aytilyapti mashina. Tabletka propan. Chetdan ham bitta aylantirib o'tamiz. Optira faralar qo'yilgan. Necha pul savdo bo'ldi bunga? 115. 115 savdosi bo'libdi. Bitadiganini ayting ikka buni. 120 ga beraveramiz. 120 oxirgi bitadigan joy. Variant barter Kelishamiz aka. varianti bormi? Varianti bir 3000-4000 mingdan boshqa qanday? Ma'qulmi? Hamrohdan chiqarib bersa bo'ladi. Qancha? Hamrohdan chiqarib bersa bo'ladi. Plus varianti bor bu Spark Gentra'ni. Telefon raqam 88 88 149 149 20 20 00 ga aloqaga chiqaramiz. Nomeri ham ketadi birdaniga. Nomeriga qiziqadigan. Qadam aka bu. Hop, Gentra'dan davom etamiz yana. Yili necha ekan buni? 2021. 2020 metan bosilgan motor ходовой. joyida hammasi. Joyida ish yo'q, ustiga kraska holat. Kraska bitta petnosi bor, qolgan joy toza. Bitta petnosi bor ekan. Qolgan toza deyapti akamiz. Yurgan necha ekan? 2 kilo. 2 kun yurgan. Ichki holatlar Yaxshi. yaxshi ideal holatda. Necha pul savdo bo'lyapti bu? 110 deyapti, 110 dan oshsa beraveramiz. 110. 110 dan chiqadigan bo'lsa savdosi bor. Variant barter Bor. Variant necha puldan boshlaymiz? Shu chiqarib beramiz. Bankmi? Bankdan. Yo'q, bankmi? Siz o'zingizdan variantni gaplashishni ayting. Bormi? Naqd bo'lsa Naqd bo'lsa ketadi ekan. Telefon raqam 94lik 94 464 464 55 99. 55 99 ga aloqaga chiqaramiz. Manzil qayer? Muzrobod tumani. Necha ekan bu? 2018 Gentra metan bosilgan. Yurgani 100 ming ekan. Kraskasi Holatlar zo'r. Kraskaga 25 25% kraska bor. Motor ходовойlar hammasi yaxshi deyapti. Davom etamiz. Balonlari o'rtacha holatda ekan. Zavodskiy. Chexol polik ketaveradi bu. Video registrator, jigarlari ham bor ekan. Bo'lachasini qo'ysa ishlaydi. Bo'lachasini qo'yish kerak, bosish kerak. Xullas, buni konkret bitadigan necha pul? Bitadigan aka 95 ga berilmagan. Xalq qo'ysalar beraveramiz. 95 ustiga qo'shilsa beriladi. beriladi. Optira fara. Telefon raqam 93lik 93 3 3 62 02. 62 02. Manzil Boysun tumani. Boysun tumanida savdosini qilaveramiz. Davom etamiz yana 2019-yil Cobaltda metan bosilgan, galobga qancha bo'lgan ochilgan aka buni? Yurish tekkan aka bunga. Sizni qo'lingizda ochilganmi yo sizgachami? Sizgacha ochilgan, ha? Kraska holat Orqa kapotida bor. orqa kapotda kraskasi bor ekan, balon yumshoq. Necha yurgan? 184 ming. Avtomat ichki holatlari. Hoppa. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Zo'rda necha pul aytamiz endi buni? 25 ekan. 125. Qarama chiqadi. Anavlarga chiqarsalar qo'ying. Chiqyapti, hammasiga chiqyapti. Sotilyapti. Variant barter guring bormi? Barter ular variant. 1-2 ga bor.
Yetmaganiga 1 oy 2 oy. Ana o'sha montor, bu montor, bu avtomat. Batir qaysi mashinaga? Axshorga mashina berasizmi yo'qmi? Telefon raqamini ayting-chi. 91 235 50 53 ga chiqaveramiz. Avtomat bilan izlaganlar. Mexanikasi ham bor 2019 metan bosilgan. Xo'p. Buni motor holatlari qanday aka? Motorlar javob. Yaxshi holat deyapti, ideal deyapti. Ichki holati Motor bo'lmaydi. mana ko'rib turibmiz. Yomon emas, yaxshi. Yurgani qancha ekan? 185 ming. 185 ming. Necha pul aytamiz buni? Buni 120 aytamiz, buni 120. 120 million. Savdo bo'ldimi bunga? Bo'lyapti. Nechigacha? 110 gacha. Buni ham variant bateri bormi? Bor. Telefon raqam 91 235 50 50 53 ga chiqaveramiz. Manzil Oltinsoy. Oltinsoy tumani.